Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada 28 yanvardan boshlab yangi qaror kuchga kiradi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyaga farzandi bilan kelayotgan xorijliklar uchun ma'lumot. Rossiya ichki ishlar migratsiya xizmati bolalarga ham registratsiya qilish va uni uzaytirish shartlarini eslatmoqda. Xorijlik o'zining mehnat patenti asosida farzandining registratsiyasini uzaytirib olishi mumkin. Agar xorijlikning Rossiyada bo'lish asosi bo'lmasa va bolasiga ham hujjat qilib bera olmasa, u mamlakatni tark etishi shart. Xorijliklar reyestrga tushib qolganida bolalarni bog'cha va maktablarga joylashtira olmaydi. Hujjatsiz bolalar ham reyestrga kiritilishi mumkin. Bolalari ta'lim muassasalariga qatnamaydigan ota-onalar fuqaroligidan qat'iy nazar majburiy qoidabuzarliklar sodir etadi. O'z majburiyatlarini qo'pol buzganlarning Rossiyada bo'lishi nomaqbul deb topilishi va ularga kirishga bir umrlik taqiq qo'yilishi mumkin. 2026 yil 28 yanvardan boshlab Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Maorif vazirligi migrantlar bolalari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan o'zaro almashishni boshlaydi. O'zbekiston Rossiyadan makaron sotib olishni oshirdi. Rossiya makaron mahsulotlari eksportini 2025 yilning dastlabki 9 oyida 21% ga oshirdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi eksport mahsulotlarini rivojlantirish federal xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ushbu davrda Rossiya 154 million dollarlik makaron mahsulotlarini tashqi bozorlarga yetkazib bergan. Eksportning asosiy ulushi an'anaviy tarzda qo'shni davlatlarga to'g'ri keladi. Belarus 35% ulush bilan yetakchilik qilmoqda. Yil boshidan buyon ushbu mamlakatga 54 million dollarlik mahsulot jo'natilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 43% ga ko'p. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston 2024-yilda Rossiyadan 34 million dollar qarz olgani haqida aytilgan edi. Rossiyaning aloqa, axborot texnologiyalari va ommaviy kommunikatsiyalarni nazorat qilish bo'yicha federal xizmati Roskomnadzor WhatsApp messenjeri mamlakatda butunlay taqiqlanishi mumkinligini ma'lum qildi. Agar messenjer Rossiya qonunchiligi talablarini bajarishdan bosh tortishda davom ettirsa, butunlay bloklanadi, deyiladi Roskomnadzor bayonotida. 7 dekabr kuni Qozog'istonning Oqto'ba viloyatida yuz bergan yo'l transport hodisasida o'zbekistonlik 2 fuqaro halok bo'ldi. Bu haqda O'zbekistonda favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 08:57 da Oqto'ba viloyatidan o'tgan respublika ahamiyatiga ega avtomobil yo'lining 1028-kilometrda Perm-Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Yutong rusumli avtobus yon tomonga arqa ag'darilib, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Oqibatda avtobusda bo'lgan 49 yo'lovchidan 5 nafari vafot etgan. Ulardan 2 nafari o'zbekistonlik bo'lgan. Xabarda aytilishicha, favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istonning mas'ul vazirlik va idoralari bilan birgalikda ishchi guruh tuzgan holda YTH oqibatida vafot etganlarning O'zbekistonga olib kelish va ularning oila a'zolariga dafn marosimlarini o'tkazishda har tomonlama yordam ko'rsatish bo'yicha barcha zarur choralarni ko'rmoqda. Siyosiy maslahatchi Igor Dmitriyev o'z maqolasida O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan mehnat migrantlari mavjud integratsiya qiyinchiliklarga qaramay boshqa mintaqalardan kelganlarga nisbatan sezilarli afzalliklarga ega ekanligini ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, Markaziy Osiyoliklar postsovet hududida o'sgan va shahar hayoti bilan tanish, ko'pchilik rus tilida gaplasha oladi va ma'muriy tartiblarni tushunadi. Bu esa ularning Rossiya jamiyatiga muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi.
Dmitriyev bu migrantlarning Rossiya iqtisodiyotiga, ayniqsa an'anaviy ravishda ishlagan qurilish va qishloq xo'jaligi sohalariga qo'shgan hissasini yuqori baholaydi. U ular Rossiya iqlimi va ish muhiti bilan yaxshi tanish ekanligini va allaqachon ijtimoiy aloqalar o'rnatilganligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga muallifning ta'kidlaganidek, Markaziy Osiyo migrantlarga qarshi axborot kampaniyasi fonida Afg'onistondan ishchi kuchini jalb qilish rejalari haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Dmitriyevning so'zlariga ko'ra, afg'on fuqarolarini o'qitish darajasi va integratsiya salohiyatini ancha pastligi jihatidan bunday niyatlar ko'plab savollar tug'diradi.